mijoz ko'rish qismini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda mijozlar bo'limiga o'tib olamiz va qo'shish knopkasi bosiladi. Bu yoqda kiritishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar: mijozning pasport seriyasi, raqami, tug'ilgan kun, oy va yil kiritiladi. Mijoz qo'shishni bosadigan bo'lsak, bizga mijozning hamma ma'lumotlarini chiqarib beradi. Ism, familiyasi, qayerda yashashi, JSHR raqami, shunga o'xshagan hamma ma'lumotlarni o'zi avtomatik holatda to'ldirib beradi. Va davom etish tugmasini bosishimiz mumkin. Bu qismida mijozning telefon raqami kiritiladi. Telefon raqam turini tanlash mumkin. Shaxsiy telefon raqam, ish telefoni, shunga o'xshash. Manzil qismida yashash joyi, tug'ilgan joyi, shunga o'xshash turlarni belgilashimiz mumkin. Mahalla qismida hozirgi yashab turgan mahallasini tanlab qo'yamiz. Manzil qismida qo'shimchasiga mahalla nomi, ko'cha nomi va uy raqamini kiritib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Telefon raqami bittadan ortiq bo'ladigan bo'lsa, plus knopkasini bosib turib, qo'shimcha telefon raqam qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Bu qismida mijozning hamma ma'lumotlarini to'g'ri ekanligini bir qator tekshirib olamiz. Barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mijoz yaratish knopkasi bosiladi va mijoz muvaffaqiyatli qo'shildi. Bu qismida mijozning umumiy ma'lumotlarini tekshirishimiz mumkin va qo'shimchasiga scoring xizmatlaridan ham foydalansa bo'ladi. Va keyingi qismida telefon raqami va yashash manziliga oid ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin va karta bo'limiga mijozga qo'shimcha karta biriktirishimiz mumkin. Mijozga karta biriktirish uchun karta qo'shish knopkasi bosiladi. Humo bo'ladigan bo'lsa, Humo qismiga, Uzcard karta bo'ladigan bo'lsa, Uzcard karta qismiga o'tib karta qo'shish mumkin. Humo kartasini qo'shishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda karta raqami kiritiladi. Karta amal qilish muddati va karta ulangan telefon raqamini kiritishimiz kerak. Va SMS yuborish knopkasi bosiladi. Kelgan SMS kodni kiritishimiz kerak. Va saqlash knopkasi bosiladi. Mijozga karta biriktirildi. Endi taglar qismida tag biriktirish uchun birinchi navbatda taglar qo'sha olamiz. Mijozlar qismiga taglar bo'limiga o'tamiz va qo'shish knopkasi bosiladi. Bu yoqda kiritadigan tagimizni o'zbekcha nomi va ruscha nomini kiritishimiz kerak bo'ladi. Qo'shimchasiga ham kiritib olamiz. Va saqlashni bosamiz. Endi mijozlar qismiga o'tib, shu mijozga tag biriktiramiz. Biriktirishni bosadigan bo'lsak, taglar qismi ochiladi. Bu yoqdan o'zimizga kerakli bo'lgan tagni belgilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mijozlarga tag biriktirish bizda marketing qismida kerak bo'ladi. Qachonki siz ishonchli mijozlar uchun faqat SMS yubormoqchi bo'lsangiz, marketing qismida ishonchli taglik mijozlarni tanlab turib, ularga umumiy SMS yuborsangiz bo'ladi.